Safiy korxonasiga ishsiz qolganimda, ish qidirib yurgan paytimda Ancha bo'lgan, 2021da kelganman. Korxonaga ishga kelganimda oddiy rabochiy bo'lib ishga kelganman brigadir lavozimigacha yetganman. Safiy korxonasiga ishga kirib juda ham ko'p yutuqlarga, martabalarga erishdim. 12 ta viloyat bilan juda ko'p 3000 ga yaqin mijozlarni bazasi bilan ishlayapmiz. Bu katta yutuq deb o'ylayman. Juda ham katta motivatsiya olaman ish jarayonidan, zavodda mana shu ishlab chiqarishdagi xodimlar bilan o'zaro ish jarayonimizdan. Safiy korxonasida rahbarlar "Men boshliqman, sen xodimsan" degan ibora yo'q. Men birinchi qadamim, birinchi karyeradagi o'sishimni Safiy korxonasi bilan boshladim. Men shu korxonada 9 yildan beri ishlab kelyapman. Ichki tartib intizomlarni hammasini nazorat qilish asosiy vazifamiz. Biz baravar ishlaymiz. Nima muammo chiqsa, nima masalani hal qilish bo'lsa, baravar hammasi hal qilinadi. Xodimlarimiz o'zaro birlashgan komanda bo'lib ishlashadi. Gapning indallosini aytganda, Men o'z ishimdan faxrlanaman. Safiyzor